Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 24-may hafta kuniga yakshanba. Qarshi mashina bozoridamiz. Hamma obunachilarimizga qiziq, narx-navo qanaqa bo'lyapti. O'tgan haftada ham video rolik qo'ygandik. Xullas, maksimal like bosib, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib ko'rasiz. Qo'ldan kelgancha egasi ruxsat berganlardan bittasini tushiramiz. Основной Cobalt Gentra'lar bo'ladi. Bitta like bosib, podдержка qilib qo'ysanglar bo'ldi akalar. Xullas, yozinglar, narx-navolar Chiroqchida, Qarshida, qaysida qimmat, arzonroq kommentariyada fikrlarni yozib qo'yinglar. Uydan sotiladiganlarni biz kunlik Telegram kanaliga joylaymiz. Video pastda описаниеda Telegram kanal manzilini qo'yib qo'yamiz. Boshlayamiz aka, sherdamiz. Kimga Cobalt narxlari qiziq, kimga Gentra narxlari qiziq, kommentariya yozinglar. Biz mana aralashtirib mana shu yerdan hammasini tushiramiz. Mana Glavniy darvoza kirgandan o'ngda. Qaysi biri boshliq? Hormay, nechinchi yil akajon? Avtoelon.uzda kafolat bilan rasmiy dilerlardan mashina oling. Modelni tanlang va kreditni hisoblang. Hoziroq rasmiy dilerlar bo'limida tekshiring. Hormay, nechinchi yil akajon? 2-pozitsiya. Mexanika. 2023-yil mexanika 29000 km probegda. Gidravlik rul, konditsioner ABS, gazi bor, 4-pokoleniya propan. Pultlari bor. Avtomat diskovalon, chexol polik. Saloni cho'tki holatda turibdi. Zapaskalari chiqdi. Bir qo'l hisob ma'lumot. Sostenasi zo'r juda ham, propani bor. Yangi 25-yil propan. Kraskalari? Qarshining mashinasi. Toza kraskalari. Agar bu ferga tegizilgan bo'lsa ham 10 million o'tib beradi. Bo'ldi. Banfergacha mashina radnoy. Qarshi shahar mashinasi tekshirib ko'rib ovrasizlar. Jahon olib ketadi taylari. Nechta so'rayapmiz aka? 126 million. Kami bor. Savdosi. 126 million savdosi bor. Nech pulni ko'rdi bermadingiz? 120 million qilishdi hozir. Yo'q, bermadingiz. Undan qo'shsa beraman. undan pastda telefon qilib foydasi yo'q, bitmaydi. Gaplashamiz. Gapni kelishaveramiz. Nomer 94lik 94lik 334 334 4077. Telefon qilinglar. Gentra mexanika olmoqchi bo'ladiganlar bo'lsa, kelishtirib beriladi xudo xolasa. Bu barter nasiya kelishsa bo'l. diskalaricha turibdi, qo'shib beriladi. Nasiya iloji bormi yo naqdgami? Naqdga bankka chiqaveradi, ajdanasi ham bor. Naqd, bank, ajdaniya xullas gaplashamiz. Gen iloji bormi? Yo'q, yo'q. Gen yo'q, oformat qilib oladilar. Nechinchi yil ekan Cobalt? 2022 avtomat nechta yurgan? Ko'ringlar, Style avtomat 2022-yil 36000 km probegida. Gidravlik rul, konditsioner ABS, mashina metan 3-pokoleniya, ochilmagan, kulish tegmagan deyishmoqda. Ichki holatlari 36000 km yurgan. Ochiring, ko'rsataveramiz. Kraska probeg tekshirib ko'rsatib oversin, ha? Bir tomchi kraskasi. Nuqsoni ham yo'q. Zapaskalar ko'rsataymi? Yerga tushmadi. Sostenasi zo'r xullas. Nech pul so'rayapmiz? Savdo qanaqa bo'ldi? Uni aytilishi 128. Aytilishi 128. Kelishamiz. Kelishamiz, savdosi bor. 20 plus minus bitadimi? Ha? 20, 120 plus minus. Yo'q, 20 lik. Kamroqmi? 23 lik bitadi. 123 ta. Xullas shu atrofida kelishlari. Nomeringiz? 90lik, 90lik 341, 241 04, aha 58. 04 68. 68 telefon qilishadi, savdoingizni bersin. Ana, kimdir Gentra olmoqchi, kimdir Cobalt olmoqchi. Kimdir esa inomarka xarid qilmoqchi. Qarshi shahridagi Vodiy taraqqiyot mikromoliya tashkilotidan ajoyib yangilik. Endilikda hech qanday garovlarsiz kreditlarni rasmiylashtirishingiz mumkin. Shaxsiy avtomashinasi bor haydovchilar uchun 5 million so'mgacha, litsenziyasi bor taksi haydovchilarimiz uchun ham 10 million so'mgacha kreditlarimiz mavjud. Budjet tashkilot xodimlariga 30 kungacha 20 million so'm kreditlarni hech qanday foizsiz olish imkoniyatlari mavjud. Pensionerlar uchun 30 million, tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi akalar uchun 50 million so'mlik kreditlar ham mavjud. Har doimgidek 2000-yildan yuqori istalgan turdagi avtomashinani garov evaziga qo'yib 300 million so'mgacha kreditlarni rasmiylashtirishingiz mumkin. Hammani Qarshi shahridagi Vodiy taraqqiyot mikromoliya tashkiloti kutib qolamiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlar telefon qilib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Kimdir esa inomarka xarid qilmoqchi. Qaranglar.
test drive uchun avtomobil. Ya'ni Qarshi shahrida o'sha Harxot bozori yonida Suyust avtosaloni, rasmiy Suyust avtosaloni ochilgan. Shu avtosalondan borib tekinga mashinani test drive qilib ko'rishingiz mumkin. Ma'lumot uchun bu yangi sotuv boshlangan Suyust S06 modeli. Test drive avtomobili xullas, bu shunda gibrid modeli ekan. Xohlasangiz buni benzinligi ham bor, xohlasangiz gibridi ham bor. Sredni buni o'zimiz test drive qilib ko'rganmiz, 3-4 litr benzin rasot qiladi. Komfort juda ham zo'r. Qiziq bo'lsa, shu nomerlar telefon qilasizlar. To'liq ma'lumot berishadi. Borganda shu bizning kanalda esa test drive imkoniyatini ham tekinga qilib berishadi. Kattaroq mashina so'raganlarga Jitor T1 modeli O'zbekiston bozoriga bu ham yangi kirib kelgan. Bunda ham benzinli variant bor, polni privati bor, gibrid modeli bor. Adashmasam shu gibrid hozir ko'ramiz. Bu gibridda ham o'rtacha 3-4 litr benzin rasot qiladi. Zo'r. Vid taraflama T2 ga o'xshash. Bu ham o'sha dim, ya'ni gibrid model ekan. O'rtacha 3-4 litr benzin rasot qiladi. Zo'r. Bularni ham rastrojkaga chiqarsanglar bo'ladi. Bularda ham test drive bor. 10 tagacha avtosalon tarafdan bonus qilib beradi. Rasmiy avtosalon akalar, zapcha servis garantiyadan muammo bo'lmaydi. Xarid qilib ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Qaysi birini egasi bor, kim narx aytish xohlaydi, so'rab ketaveramiz qo'ldan kelgancha. Cobalt. Boshliq, Cobalt nechinchi yil ekan? Assalomu alaykum. Avtomat, savdo bo'lib turibdi Cobalt. Ko'rishib gaplashamiz. Akajon, Cobalt nechinchi yil ekan? Nechiga savdo bo'lyapti? Assalomu alaykum. Gidravlik 2023-yil. avtomat, avtomat. Metallda qo'yilgan balonlar yangi, kraska toza. Gidravlik konditsioner, ABS, metan. Sardorbek o'zmi? Shunaqa, hormaylar, assalomu alaykum. Qanday, yaxshimi? Charchamasdan. Buyuring. Mana balonlar yangi. Nechi so'rashyapti aka? Savdo bo'lib turibdi-ku mana. Ha, boshqa kishi so'rashadi. Bular hali so'rash kerak yo'q, boshqa kishilar so'rashyapti. Men 128 deyapman, savdosi bor, kelishamiz. 20 larga. Ha. Bitadimi? Yo'q, 20 bitmaydi. Qancha kam aka 20 ga? Ha, bor. Kelishamiz. Monitorlar qo'yib qo'yilgan avtomat korobka. Metallar bor. Ha, zapaskaga tushmagan mashina toza. Sostenasi tindiq ekan-a? Mashina gapi yo'q. 70 yurgan dedingiz-a? 71 ming yurgan. Tekshirib ko'rib ovuradi bu yog'ini. Qanday tillon tayyorladi. Tunda. Mashina hech qanday muammo yo'q. Mana 20 ming yurgani bor. Xohlasa Buni nechiga beramiz? Shuni savdo qilaylik. 28 kelishamiz. 25 bo'lsa beraman. 20 ni ustiga qancha qo'shaylik naqdga? 22 so'rashdi. Dassiya savdo qilamiz. 23 ekan, taqalgani xullas. Kelishamiz. Endi 23 mingga turib kelishamiz. Gen iloji bormi? Yo'q, gen beramiz, javob bermaymiz. Xullas afolit qilib olsin. Ha, hozir afarmini hozir genlarlik javob bermayman. Telefon raqam. 88 88lik 310 310 55 15. 55 15. Ko'rib, ko'rsatib, tekshirtirib savdo qilib ovorasizlar. Nechinchi yil ekan? 24-5-oy 20 ming yurgan ko'rsatildi. 2024 5-oy 20 ming kilometr yurgan avtomat. Moshta benzinda, yaxshi polikda tashab qo'yilgan. Gidravlik rul, konditsioner ABS, mashinamiz benzinda. Tekshirtirib, ko'rsatib ovorasizlar. Mana. Bu yog'i salondan qanaqa chiqsa, shunaqa turibdi. 22 ming. Toza boshqa kraskalar. Nechi pul buning narxi? Buni 138 million savdosi bor. Kelishamiz. 138. Nima deymiz? 30 ga kammi bu ham? 30 ga so'rasak. Qanchaga ber? 35 ga beraman. 30 ustiga qo'shib savdo qilsak bo'lar ekan. 35 ga beraman. Tirikchilikda men choy puli qolsa beraman. Narigisi ham bor. Nomer ayting menga, qaytarib oling. 88 310 55 15. 88 310 55 15. Narigisi bor ana. Keling, nechinchi yil? 20-yil. Nechta yurgan? Ko'ring, men aytib turaman. Hormang akajon. 2020-yil Probegi. 65 ming yurgan mashina. 2020 avtomat 65 ming kilometr yurgan mashinamiz. Rullari bor, kurs kontrol rullari bor. Gidravlik konditsioner ABS 3-pokoleniya gazi buni. 3. Metan 3-pokoleniya. Nechinchi chiqqan edi? Tekshirib ko'rsatib pullas oladi. Xantek yaxshi balolardan taqilgan ekan. Rulla taqlab qo'yilgan, kruz kontrolni ustunovka qilib 67 ming yurgan. Sizlar qiziydi. Oltmish yetti. Yil nechi edi boshliq? 67 ming yurgan. Yil nechi edi?
Yil 2020. 2020 avtomat 67 ming yurgan. Xullas mashina tayyor. Любой joyga tekshirib, proverka qilib, keyin pul sanasiz bo'ladi. Nechta pul deymiz aka? Buni aytilishi 117 bilan savdasi bor, kelishtirib beramiz. 110 plus minus nima deymiz? Kammi? Ya 110 ga emas, mayli 13 ga berib yuboramiz. 113. Xullas shu atrofida 10 ning ustiga qo'shib savdo qilsa bitadi. Pastigachi lekin. Yo'q, pastlik. Foydasi yo'q, telefon qilmasin, ha? Gen. Generalni chiqmaydi. Olsot havolanlar. Telefon raqam 90, 90lik 342, 242 20 90. 20 90. Telefon qilishadi, savdo o'zi bersin. Ko'ringlar, Cobalt yili balandroq, pachka, sal yurgan, hammasidan bor xudo xolasa. Layklarni bosib, biddishga qilib turaveringlar. Azamat aka, qashqadaryolik obunachilarimiz bu inomarkalarni xarid qilish uchun boshqa viloyatlarga borib sarson bo'lyapti aka. Shularga nima deysiz akajon? Aka, xuddi shu narsani mana videoda ko'rdim aka. O'zimizda xalqimiz boshqa viloyatlarga vaqtlarini ketkazib, aka, mablag'larni ketkazib, avtomobil xarid qilish uchun boshqa viloyatlarga borib ketgan ekan aka. Unaqa aka sarsongarchilik shart emas. O'zimizda Qashqadaryo hududida xohlagan inomarkasini biz qilib beramiz. Aka, Qarshi shahar mashina bozori yonida havola avtosalonimiz bor. Yonida Chera avtosalon ochilyapti aka, xudo xolasa. To'g'ri, Qarshi shahar Farhod bozori yonida aka Jetor So'z avtosalonlarimiz bor. Qamashliklar uchun Qamash tumanimizdagi Qamash Chera va Qamash Changi avtosalonimiz bor. Shahrisabz Yakkaboq, Chiroqchi tomonidagilar uchun aka Shahrisabzda havola avtosalon, Kia avtosalon, xuddi shunaqa Jetor So'z avtosalonlari rasmiy dilerlik markazlari ochilgan. Endilikda bemalol o'zini hududiga yaqin bo'lgan hududda aka xohlagan inomarkasini xarid qilsalar bo'ladi. Sardor aka sanab o'tgan avtosalonlarning barchasi rasmiy dilerlik markazi hisoblanadi. Aka, mashina xarid qilsalar hech qanaqa servis tomonlama muammo bo'lmaydi. Hammasini servis markazlari bor aka, kafolatlari bor. Ehtiyot qismlarida ham hech qanaqa muammo bo'lmaydi aka. 10 taga yaqin avtosalon sanaldi. Shu avtosalonlardan borib, obunachilarimiz birorta model xarid qilsa, bonuslar chiroyli qilib beriladimi qo'zg'agancha? Albatta aka, bizning 10 ta dilerlik markazimiz bo'ladigan bo'lsa, aka barchasida bir xil bonus, aka 10 tagacha xohlagan markasini olsang, 10 tagacha bonuslarni tayyor qilgan holatda avtomobilni xarid qilsalar bo'ladi. Dehqon egalari yo'qmi ekan, bir arzonroq sotaman deydiganlar. Qaydan topsak bo'ladi uni? Akamiz sotsa yaxshi bo'lardi. Misol uchun taksi akamiz ekan. Dehqon arzonroqqa berarmidi, lekin yo'q egasi. Xo'p, ko'rsatamiz. Bu yerda mexanika Gentra metallari bor ekan. Nechinchi yil ekan boshliq Gentra? Assalomu alaykum. Nechta yurgan ekan? 2023 mexanika 115 ming yurgan. Tirikchilik o'znikimi? Ega dehqon. Kelishtirib xudo xolasa haydashga biz beramiz, a? Gidravlik rul, konditsioner, ABS bor, 4-pokoleniya metan. Aybi yo'q xudo xolasa umuman, a? Hamma yo'q yaxshi. Kraskalar qanday ekan? Toza. Tekshirib, ko'rib olaverasizlar. Xo'p, shu akamiz Ximka bu narsa qilmagan, shunday haydab keldi, dehqon. Telefon qilsanglar, baraka qilasizlar, baraka topib haydaysizlar. Ikkita oldisini Abagirov, ya'ni siznalari qiziydi, radnoy magnitofoni bor. Soatsiz variantda chiqqan. Zavoddan shunaqa chiqqan ekan. 23. Metan qo'yilgan ekan. Tagilar. Nechta yurgan edi? 115 ming yurgan. 23. Qayerdagi boshqa mashina? Qarshi Beshkinning mashinasi. Yaxshi balolardan taqilgan ekan mana hamtekdan. Nech pul so'raymiz? 110. Kami bor? Nima so'radi bermas? Tanish bilish qo'ni qo'shningiz? Baravarga yo'qmi? Yaqinmi bitishi? Haydashga bo'lsa? Bo'ldi. 100 ustiga biror nima qo'shib savdo qilsak bo'ladi. Nomeringiz? 88lik 243 94 94. Gen iloji bormi? Davirnos beradi, o'z nomingizda mashina. Nasiya kutib turish qanaqa qilib kelishsa bo'ladi? Naqdga, ya? Pul keraklik uchun chiqilgan. Bozoringiz bersin akajon. YouTube Sardorbek o'zib qidirasiz. Bugun qo'yib yuboramiz. Ko'ringlar, dehqon savdolasa bo'ladi yana. Olasizlar, baraka topib haydaysizlar. Kraskalar toza deyilmoqda. Shunaqa gaplar. Vibr ko'p bozorda. Qanaqa model ekan? Honjimi? Honji EQM5
Xo'p, 2024 121 ming yurgan ekan. Xonji 225 14600. Assalomu alaykum akajon, hormang. Qancha so'rashdi aka, buni bermagansiz bo'ldimi? Nomer qo'yib ketsa bo'ladimi? Mana. Ma'lumot berishni xohlashdi. Xullas, elektromobil Xonji 225. Bilmadim nimaga ketib borishadi. Mashina sotishgani kelishgan, lekin ketib borishadi kamerani ko'rsa. Akalar, bitta qism aralashtirib qo'ldan kelgancha ko'rsatdik. Obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar. Biz Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalda uydan sotiladigan variantlarni ko'rsatib boryapmiz. Описаниеda manzilda Telegram kanal manzilda. O'tib Telegramga obuna bo'lib qo'yinglar. Yaxshi kunlarda ko'rishingiz qilsin. Yozinglar, Qarshi chiroqchidan qanaqa mashina narxlari qiziq, narx-navolar qanaqa. Fikrlar uchun kommentariy ochiq. Rahmat hammaga.